Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizda zo'r yangilik bor. Bizning yangiligimiz hozir mana baliq hovuzi ochildi. Bu yerga 380 kilo baliq tashladik bugun. Bugun 15-may. Xudo qalasa ertangi ham 200 kilo baliq tashlayapmiz bu yerga. Manzilni tushuntirib o'tamiz. Manzil birinchi maktabning yonidan kiraverishda. Filqalarning qaptalida bo'ladi. Telefon nomer qoldiramiz. Qiziqqanlar bo'lgan bo'lsa, telefon etib kelaverasiz. 24 soat ishlaydi bu. Adamlar ketib qoldi. Bu balık ko'limizda ezelden balık bağladıgan. O karaz var dedi. Lakalar vardı içinde dedi. Tutmayı öğretsen dedi. Prizlerden koyup başlayayım size de olacak. Prizler koyup net başlayalım. Bismillah'dan başlayıp olacak bugünden. Yine okulası adamlar ucu başladı mı ne? Dayın oturttum ne? Şepkiye. Ne yakta var? Oo ya. Karmağı bir karmağı 30 ming so'm ekan. Kelaverasizlar. Telefon nomerlar qoldiramiz pastga 90dan 420 0035. Qolsa kelib orqadan damak ketsangiz bo'ladi. Iyelari. O'sha keldi o'sha mashina.